Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga 23 avgustdan keyin oddiy odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim o'zgarishlar haqida juda aniq va tushunarli qilib gapirib beraman. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Kimdir nafaqa oladi, kimdir kredit to'laydi, kimdir kommunal xizmatlardan qarzdor, kimdir farzandining hujjatlarini rasmiylashtiryapti, kimdir esa shunchaki menga tegishli emas deb yuribdi. Lekin aynan mana shunday beparvolik keyin ortiqcha jarima, bloklangan xizmat, kechikkan to'lov yoki hujjatdagi muammo bo'lib qaytishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nimaga tayyorlanish kerakligini, kimlar birinchi navbatda ehtiyot bo'lish kerakligini, qaysi hujjatlarni tekshirish lozimligini va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini birma-bir tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa foyda beradi. Kech eshitilsa asab, vaqt va pul ketadi. Avval ko'pchilik ishlar keyinroq hal qilaman degan prinsip bilan yurardi. Masalan, kommunal to'lov bo'yicha kichik qarz yig'ilib qolsa, odamlar 1-2 oy kutib yurardi. Hujjatdagi eski telefon raqami yoki eski manzil bilan ham ko'p xizmatlardan foydalanish mumkin edi. Ijtimoiy nafaqa yoki subsidiyaga ariza topshirganda ma'lumotlar qo'lda tekshirilardi. Vaqt cho'zilardi. Ba'zan odam bir idoradan ikkinchi idoraga qatnardi. Bank kartalari, kredit to'lovlari, aliment jarimalari bo'yicha ham hamma narsa darrov sezilmasdi. Odamlar hech narsa bo'lmaydi deb o'ylardi. Endi esa asosiy farq shundaki, davlat xizmatlari, banklar, kommunal tashkilotlar va ijtimoiy himoya tizimlarida ma'lumotlar elektron tarzda ko'proq bog'lanmoqda. Ya'ni bir joydagi qarzdorlik boshqa joydagi arizada ko'rinishi mumkin. Eski telefon raqamingiz tufayli ogohlantirish sizga yetib bormasligi mumkin. Pasport yoki ID karta ma'lumotingiz eskirgan bo'lsa, elektron xizmatlarda rad javobi kelishi mumkin. Biror yordam pul olish uchun ariza berganingizda oilangiz daromadi, mulkingiz, mashinangiz, rasmiy ish joyinga, soliqdagi ma'lumotlaringiz avtomatik tekshirilishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, maqsadim shuki, har bir kishi 23 avgustdan boshlab yanada tartibliroq bo'lishi kerakligini tushunsin. Endi bilmasdim. SMS kelmadi, menga aytishmadi. Mahallaga borishga vaqtim bo'lmadi degan bahonalar ko'p holatda yordam bermaydi. Chunki tizim raqamli bo'lgani sari mas'uliyat ham odamning o'ziga ko'proq tushadi. Asosiy qismi nimani bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin birinchi muhim yo'nalish. Kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik kabi xizmatlarda qarzdorlikni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, bir oilaning elektr energiyasidan 1000 so'm qarzi bor. Oldin bu qarz 2-3 oy davomida turib qolishi. Odam esa oylik tutsa to'layman deb yurishi mumkin edi. Endi ogohlantirish kelgach, muddati to'lanmasa xizmat vaqtincha cheklanishi, penya qo'shilishi yoki qayta ulash uchun alohida xarajat chiqishi mumkin. Oylik 1000 so'mlik qarz 2000, 300 so'mga aylanib ketishi hech gap emas. Chunki unga kechikish xizmat ko'rsatish, qayta ulash xarajatlari qo'shilishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Uyda hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshirmaydiganlar, ijarada yashab kommunal to'lovni uy egasi orqali qiladiganlar, eski qarz kimning nomida ekanini bilmaydiganlar, hovli uyda gaz yoki elektr hisoblagich tekshirilmagan oilalar. Ayniqsa ijarachilar ehtiyot bo'lishi kerak. Siz har oy 500 so'm ijara haqiga qo'shib kommunal uchun 300 so'm berayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin uy egasi bu pulni to'lamasa, qarz obyekt nomida yig'iladi. Keyin muammo chiqsa, siz men bergandim deysiz, uy egasi esa hali to'lamadim deydi. Shuning uchun pul berganda chek, ilova orqali to'lov skrinshoti yoki hech bo'lmaganda yozishmada tasdiq qoldiring. Ikkinchi yo'nalish ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam. Bolalar puli va subsidiya masalalari. Oldin ayrim odamlar ariza topshirib uzoq kutardi. Endi ma'lumotlar elektron bazalardan tekshirilgani uchun arizangizdagi har bir detal muhim. Masalan, bir ayol 3 nafar farzandi bilan bolalar puli olish uchun murojaat qiladi. U turmush o'rtog'i bilan rasmiy ajrashmagan, lekin alohida yashaydi. Elektron tizimda esa erining nomida avtomobil borligi, rasmiy daromadi borligi ko'rinadi. Natijada ayolning real hayoti og'ir bo'lsa ham, hujjat bo'yicha oila daromadli deb chiqishi va ariza rad etilishi mumkin. Bunday vaziyatda men alohida yashayman degan gapning o'zi yetmaydi. Mahalladan dalolatnoma, sud qarori. Aliment bo'yicha hujjat, alohida yashashni tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Yana bir misol, bir oila uy-joy subsidiyasiga ariza bermoqchi.
Oilaning rasmiy daromadi oyiga 4 million so'm. Ammo erning nomida eski nexa bor. Bozor qiymati 15 million so'm atrofida. Ayrim tartiblarda avtomobil, qo'shimcha uy, yer uchastkasi yoki yuqori daromad subsidiya olish imkoniyatiga ta'sir qilishi mumkin. Odamlar bu eski mashina-ku deydi. Lekin tizim uchun bu mulk hisoblanadi. Demak, subsidiyaga ariza berishdan oldin nomingizda nima borligini tekshiring. Uy, yer, mashina, yoki tartibdagi tadbirkorlik, bankdagi daromad, soliqdagi ma'lumotlar. 3-yo'nalish bank kartalari, kredit va qarzdorlik. Endi ko'pchilik to'lovlar kartalar orqali o'tmoqda. Agar sizda kredit bo'lsa, kechiktirmang. Masalan, odam 5 million so'm mikroqarz olgan. Oylik to'lov 20 ming so'm. Bir oy kechiktirsa, jarima foizi qo'shiladi. 2 oy kechiktirsa, kredit tarixi yomonlashadi. 3 oy kechiktirsa, bank undiruv jarayonini boshlashi mumkin. Eng og'iri kelajakda uy krediti yoki mashina krediti olmoqchi bo'lsangiz, aynan shu kichik kechikish sizga to'siq bo'ladi. Odamlar ko'pincha atigi 300 ming so'm qarzim bor edi deydi. Lekin tizim muntazam kechiktirgan mijoz deb ko'radi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? To'lovlarini vaqtida qiladiganlar, hujjatlarni yangilab qo'yganlar, telefon raqami o'z nomida bo'lganlar, bank ilovasida SMS xabarnomalarini kuzatadiganlar, MyOk.uz yoki boshqa rasmiy xizmatlardagi shaxsiy ma'lumotlarni tekshirib turadiganlar. Ya'ni tartib bilan yashayotgan odamlar uchun bu o'zgarishlar xavf emas, aksincha qulaylik. Chunki elektron tizim orqali ko'p ishni uyda o'tirib qilish mumkin bo'ladi. 4-yo'nalish jarimalar va rasmiy ogohlantirishlar. Yo'l harakati jarimasi, soliq qarzi, aliment, sud qarori bo'yicha majburiy ijro masalalari oldin ham bor edi. Farqi shundaki, endi ular ko'proq elektron ko'rinishda kuzatiladi. Masalan, haydovchi radar jarimasini ko'rmay qoladi. Jarima 15 kun, 3 kun ichida chegirma bilan to'lanishi mumkin bo'lgan muddatdan o'tib ketadi. Keyin to'liq summa chiqadi. Agar baribir to'lanmasa, majburiy ijroga o'tadi. Bu esa hisob varaqlariga ta'sir qilishi. Ayrim amaliyotlarda cheklovlar keltirib chiqarishi mumkin. Bil o'tin 5 ming so'mlik jarima vaqtida to'lanmagan uchun bir necha barobar asab va vaqt ketkazishi mumkin. Birinchi nozik jihat, SMS kelmasa ham mas'uliyat sizdan ketmaydi. Ko'pchilik menga xabar kelmadi deb o'ylaydi. Lekin telefon raqamingiz eski bo'lsa, sim karta boshqa odam nomida bo'lsa, raqamni almashtirib yangilamagan bo'lsangiz, xabar kelmasligi mumkin. Rasmiy tizimda esa ogohlantirish yuborilgan deb turishi ehtimoli bor. Shuning uchun eng avvalo barcha muhim joylarda telefon raqamingizni yangilang. Bankda, davlat xizmatlari portalida, kommunal tashkilotlarda, soliq kabinetida, mahalla orqali yuritiladigan ma'lumotlarda. Ikkinchi nozik jihat, nomingizdagi mulk sizniki bo'lmasa ham tizim uni sizniki deb ko'radi. Masalan, akangiz mashina olgan, lekin vaqtincha sizning nomingizga rasmiylashtirgan. Yoki qarindoshingiz uy sotib olgan, siz ishonchli odam sifatida nomingizga o'tkazib turgansiz. Real hayotda bu siz foydalanayotgan mulk emasdir. Lekin nafaqa, subsidiya, kredit baholash, soliq yoki boshqa elektron tekshiruvda bu mulk sizning nomingizda ko'rinadi. Keyin bu meniki emas deb isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun nomingizda begona mulk bo'lsa, hujjatlarni tartibga keltiring. Og'zaki kelishuv bugungi raqamli tizimda himoya qilmaydi. 3-nozik jihat, norasmiy daromad muammosi. Ko'pchilik kunlik ishda ishlaydi, ustachilik qiladi, taksida yuradi, savdo qiladi, lekin daromadini rasmiy ko'rsatmaydi. Bir tomondan rasmiy daromad yo'q bo'lsa, ijtimoiy yordamga ariza berishda daromadsiz bo'lib ko'rinadi. Ikkinchi tomondan bank kredit bermoqchi bo'lsa, rasmiy daromadingiz yo'q deb rad etadi. Yana bir tomondan kartangizga har oy kekin 1 million so'm pul tushib tursa, bu savol tug'dirishi mumkin. Masalan, siz ustasiz, har oy mijozlardan kartaga pul olasiz, lekin hech qanday shartnoma, chek, soliq tartibi yo'q. Kelajakda katta kredit, subsidiya yoki hujjatli tekshiruvda bu pul oqimlarini tushuntirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun faoliyatingizni imkon qadar qonuniy va tushunarli shaklga keltiring. 4-nozik jihat, ijarada yashovchilar. Ijara shartnomasi bo'lmasa, ko'p vaziyatda muammo chiqadi. Farzandingizni bog'cha yoki maktabga joylashtirish, mahalladan ma'lumotnoma olish, kommunal to'lov bo'yicha kelishmovchilik, subsidiyaga ariza berish. Vaqtincha ro'yxat masalalarida ijara shartnomasi kerak bo'lishi mumkin. Uy egasi shartnoma qilmaymiz, soliq chiqadi desa, xavf sizga ham tushadi. Chunki siz yashayotgan joyingizni isbotlay olmaysiz. To'lov qilganingizni ko'rsata olmaysiz. Nizo bo'lsa huquqingiz sust bo'ladi. 5-nozik jihat, oilaviy holat hujjatlarida qanday ko'rsatilgani.
Real hayotda xotin ajralib yashashi, farzand ona bilan qolishi, ota aliment bermasligi mumkin. Lekin rasmiy hujjatda nikoh saqlanib tursa, tizim oilani bir butun deb ko'rishi mumkin. Bu nafaqa, moddiy yordam, uy-joy subsidiyasi, aliment undirish bolaga oid hujjatlarda muammo keltiradi. Agar oilaviy holatingiz murakkab bo'lsa, uni hujjat bilan tartibga soling. Sud qarori, aliment ijrosi, vasiylik yoki farzand yashash joyi bo'yicha hujjatlar keyin juda kerak bo'ladi. 6-nozik qarz kichik bo'lsa ham e'tiborsiz qoldirmang. 20 ming so'm chiqindi to'lovi, 5 ming so'm suv qarzi, 7 ming so'm internet qarzi kulgili tuyulishi mumkin. Lekin xizmat uzilishi, penya qaytovlash, hujjat olishdagi kechikish, uy sotishda qarzdorlikni yopish kabi vaziyatlarda kichik qarz katta bosh og'rig'iga aylanadi. Ayniqsa uy oldi sottisida kommunal qarzlar birdan chiqib keladi. Uy sotib olayotgan odam ham, sotayotgan odam ham har bir xizmat bo'yicha nol qarzdorlikni tekshirishi kerak. Birinchi qadam shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati o'tmaganmi? Familiya, ism, tug'ilgan sana, yashash manzili to'g'rimi? Telefon raqamingiz amaldagi raqammi? Agar nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, bankda boshqa, davlat xizmatida boshqa ma'lumot turib qolmaganiga ishonch hosil qiling. Bir harf xatosi ham elektron arizada rad javobiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam MyBank.uz, Soliq.uz bank ilovasi va kommunal to'lov ilovalariga kirib qarzdorliklarni tekshiring. Elektr, gaz, suv chiqindi, internet, telefon, soliq, jarima, kredit, aliment bo'yicha alohida ko'ring. Agar 10 ta xizmatdan 9 tasi toza bo'lib, bittasida qarz bo'lsa ham uni yopishga harakat qiling. To'lov qilganingizdan keyin chekni telefoningizda saqlang. Imkon bo'lsa PDF yoki rasm shaklida alohida papkaga joylang. Men odatda odamlarga hujjatlar degan papka ochib, ichida kommunal, bank, jarima, nafaqa, ijara deb ajratishni maslahat beraman. 3-qadam. Telefon raqamingizni yangilang. Banka boring yoki ilova orqali tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling yoki portalda raqamni yangilang. Kommunal hisob raqamlaringiz qaysi raqamga ulanganini biling. Agar sim karta otangiz, akangiz yoki boshqa odam nomida bo'lsa, iloji bo'lsa o'z nomingizga rasmiylashtiring. Chunki moliyaviy va huquqiy xabarnomalar begona raqamga bog'langan bo'lsa, xavf tug'iladi. 4-qadam. Ijtimoiy yordam yoki subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, oldindan hujjat tayyorlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, daromad ma'lumotnomasi, ishsizlik yoki bandlik haqidagi ma'lumot. Ijara shartnomasi, aliment hujjatlari, nogironlik bo'lsa tibbiy ma'lumot, mahalladan dalolatnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda talab farq qiladi, lekin siz asosiy papkani oldindan tayyorlab qo'ysangiz, idora yugurmay qolasiz. 5-qadam, qarzdorlik bo'lsa, yashirmang, kelishuv qiling. Masalan, kommunaldan 1 million 200 ming so'm qarzingiz bor. Uni birdan to'lay olmasangiz, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga bo'lib to'lash imkoniyati bormi? Ogohlantirish muddati qancha? Xizmat cheklanmasligi uchun minimal to'lov qancha? Shularni so'rang. Bank kreditida ham shunday. To'lay olmayotgan bo'lsangiz, bankdan qochmang. Restrukturizatsiya. Muddatni uzaytirish, grafikni o'zgartirish imkoniyatini so'rang. Bank uchun eng yomon mijoz bu yo'qolib qolgan mijoz. Gaplashadigan, vaziyatni tushuntiradigan odamda imkoniyat ko'proq bo'ladi. 6-qadam. Nomingizdagi mulklarni tekshiring. Kadastr, avtomobil, soliq kabineti orqali nimalar sizning nomingizda turganini biling. Agar qarindoshning mashinasi sizning nomingizda bo'lsa, ertaga jarima ham sizga kelishi, soliq ham sizga bog'lanishi, subsidiya ham rad bo'lishi mumkin. Hujjatdagi egasi kim bo'lsa, tizim oldida mas'ul ham o'sha. 7-qadam. Yozma dalil qoldirishni odat qiling. Uy egasiga ijara puli berdingizmi? Screenshot saqlang. Kommunal uchun pul berdingizmi? Chek oling. Qarindoshga karta orqali pul o'tkazdingizmi? Izohga nima uchunligini yozing. Ijara uchun qarz qaytarish, kommunal to'lov. Bu mayda ko'rinadi, lekin keyin izoh chiqsa, yozma izoh va chek sizni himoya qiladi. 8-qadam. Mish-mishlarga emas, rasmiy manbalarga qarang. Telegramda 23 avgustdan hamma kartalar bloklanadi. Hamma nafaqa bekor bo'ladi. Hamma qarzdorlarning uyi olinadi degan vahimali xabarlar tarqalishi mumkin. Bunday xabarni ko'rsangiz, darrov ishonmang. Rasmiy vazirliklar davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy sahifasi, kommunal tashkilotning kol markazi orqali tekshiring. Firibgarlar aynan shunday davrlarda faollashadi. Jarimangiz bor, mana bu havolaga kiring. Nafaqangizni saqlab qolish uchun karta raqamingizni yuboring.
subsidiyani tezlashtirib beramiz degan xabarlarga ishonmang. Hech kimga karta paroli, SMS kod, PIN kod bermang. Demak, 23 avgustdan keyingi eng katta o'zgarish shundaki, odamlar o'z hujjati, qarzi to'lovi, telefon raqami, mulki va arizalariga oldingidan ancha mas'uliyatli qarash kerak. Tartibli odam uchun bu jarayon qulaylik beradi. Beparvo odam uchun esa kichik xato katta muammoga aylanishi mumkin. Bugunoq kommunal qarzlaringizni tekshiring. Bank va davlat xizmatlaridagi raqamingizni yangilang. Hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Nomingizdagi mulklarni ko'ring va har bir to'lov bo'yicha chek saqlashni boshlang. Agar sizda shunday vaziyat bo'lgan bo'lsa, masalan, nafaqa rad etilgan, kommunal qarz kutilmaganda chiqqan, kredit kechikkani uchun muammo bo'lgan yoki hujjatdagi xato sabab arizangiz yurmay qolgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi.